Salom. Bu videoni o'tkazib asıqman. Bu video sizlarga balkim motivatsiya berar. O'ylab ko'ring. Sizlar umrda nimaga o'xshatasiz? Javob istayin. Bu albatta o'yin. Ne sebepten tab o'yin deb o'ylaysiz? Hozir o'yingizda javob tayin. Mening o'zimda ikki javob bor. Bu har turli sinovlar, yamasa jalg'onlar. Albatta bu umrda hamma aldangan. To'g'ri, birov muhabbatdan, birov do'stlaridan, birov tag'i boshqa zotlardan aldangan bo'lishi mumkin. Biroq har kim ham oyog'ini tura olmagan qaytadan. So oyog'ini turganlardan birov bo'lmoqchi qilayman menda. Al ikkinchisi sinovlar. Bu albatta har kimning boshina tushadigan mashg'ulot ne qildik? Ya bir quvonishba. Sinovlar edi. Undan qanday saboq olib bo'lsa, har kimning o'zine bog'lansa. Umr shu sinovlar mening go'zal. O'ylanib ko'ring. Bir o'yinda misol aytib olaylik. Shu o'yinda sen daraja ko'tarasan. Daraja ko'tarish uchun esa harakat etasan. Daraja ko'targan vaqtingda sana har turli kuchlar beriladi. Bular hozirgi, ya'ni real umrda aytadigan bo'lsak, sen bir ishni boshlading, so ishga yetishganlikka erishding. Shunda senda ne bor bo'ladi? Yetishganlik hamda asoncha alıngan tajriba ham bilim. Bu sening o'yinda olgan jeng'ising. Mana umr tab sonday istaydi. Значит, bunda jengimpoz bo'lu sening o'zingga bog'lansa. Sening harakating qanday bo'lsa, sening oladigan jemisin sonday bo'ladi. Aytiladi-ku, bag'mallar adsina qanchalik qarasa, bizni o'zingiz tushunib oldingiz. Mayli, xo'sh, sog'-salomat bo'ling. Gaplarimdan qanday mag'ish chaqqan bo'lsangiz, o'zingizga bir bilim sifatida olganingiz meni quvontiradi. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like tayaman.